Erkak ayolidan aslida nimani istaydi? Birinchi o'rinda erkakka hurmat kerak. Ba'zi bir erkaklar bor, ayolni sevadi, yaxshi ko'radi, hurmat qiladi, u uchun kurashadi, lekin oxirida tashlab ketadi. Nima uchun? Aslida u ayol uchun qiynalgandi-ku, hurmat yo'qligi uchun. Ayol erkakni hurmat qilishni to'xtatgan kundan erkak bunday ayoldan soviydi. Erkak uchun birinchi o'rinda hurmat ustuvor vazifa hisoblanadi. Ikkinchisi tinchlik. Erkak kishi ishdan charchab kelganida ayoli qovoq tumshuq uyi bo'lsa va erkakka noto'g'ri munosabat, erkakka yomon munosabatni shakllantiradigan bo'lsa, erkak bu yerda xotirjamlik topa olmaydi. Aynan uyga kech kelishni boshlaydi va uydan beziydi. Shuning uchun erkakka eng muhimi tinchlik, xotirjamlik va uni tushunadigan yonida rafiqasi borligini bilish. Uchinchidan bo'ladigan bo'lsa, ishonch. Erkak kishi ayoldan ishonch kutadi. Agarda ayol erkakka ishonch berishda davom etsa, erkak tog'ni talqon qiladigan darajada rejalarni, maqsadlarni amalga oshirishi mumkin bo'ladi. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.